1 iyuldan pensionerlar uchun yangi talablar masalasi juda muhim. Men bugun sizga oddiy tilda ortiqcha gaplarsiz tushuntirib beraman. Kimlar tayyor turishi kerak, kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Qaysi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin va eng asosiysi pensioner odam o'z pulidan, imtiyozdan yoki to'lovidan bexabar qolib ketmasligi uchun nima qilish kerak? Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarning o'ziga, balki ularning farzandlari, nevaralari, qarindoshlari uchun ham kerak. Chunki ko'p hollarda pensioner ota-onamiz hujjat ishlariga o'zi yugura olmaydi. Telefon orqali kelgan xabarni tushunmasligi mumkin yoki qaysi idoraga borishni bilmaydi. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni oilangizdagi yoshi katta insonlarga yuboring. Avval qanday edi? Ilgari ko'p pensionerlar bir marta pensiyaga chiqqandan keyin endi hammasi avtomatik davom etadi deb o'ylardi. Ya'ni pensiya tayinlandi, kart ochildi, har oy pul tushyapti. Demak, boshqa hech narsa qilish shart emas degan tushuncha bor edi. Amalda esa pensiya tizimida doimiy ravishda ma'lumotlar yangilanadi. Yashash joyi, bank kartasi, pasport ma'lumotlari, ish staji, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, chet elga chiqish, boshqa to'lovlar bilan bog'liq ma'lumotlar tekshiriladi. 1 iyuldan boshlab esa bunday tekshiruvlar va talablar yanada tartibli bo'lishi. Ayrim holatlarda pensionerdan ma'lumotlarni aniqlashtirish so'ralishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha oldindan tayyor bo'ling, keyin nega pensiyam kechikdi? Nega kartamga pul tushmadi? Nega qo'shimcha to'lovni olmadim deb sarson bo'lmang deyapman. Chunki pensionerlar orasida eng ko'p uchraydigan muammo shuki, biror talab paydo bo'ladi. Odam kech biladi, keyin idoraga boradi, hujjati yetishmaydi. Yana uyga qaytadi, yana navbat kutadi. Natijada bir kunlik ish 3 haftaga cho'ziladi. Eng asosiy o'zgarish shundan iboratki, pensiya bilan bog'liq ma'lumotlar yanada aniqlashtiriladi. Bu degani, davlat pensionerning haqiqiy holatini bilishni xohlaydi. Odam tirikmi? Yashash joyi o'zgarganmi? Hujjatlari amal qiladimi? Bank kartasi ishlayaptimi? Nogironlik muddati tugamaganmi? Qo'shimcha to'lovga asos bor yoki yo'qmi? Oddiy qilib aytsam, tizim pul to'layapman, demak hujjat va ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak degan tamoyilga o'tadi. Masalan, ilgari pensionerning pasporti yoki ID kartasi almashtirilgan bo'lsa, ba'zan bu ma'lumot avtomatik ko'rinmasligi yoki kech yangilanishi mumkin edi. Endi bunday holatda pensionerdan ma'lumotni tasdiqlash, bankka yoki pensiya bo'limiga borib, ma'lumotni moslashtirish so'ralishi ehtimoli bor. Yoki pensioner boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa, ro'yxatdan o'tgan manzili boshqa, yashayotgan joyi boshqa bo'lsa, to'lovlar va xizmatlar bo'yicha tushunmovchilik chiqishi mumkin. Shuning uchun men har bir pensionerga o'z ma'lumotlarini tekshirishni maslahat beraman. Yana bir muhim masala bank kartalari. Ko'pchilik pensionerlar pensiyani plastik kartaga oladi. Karta muddati tugasa, karta bloklansa, telefon raqami kartaga ulanmagan bo'lsa, SMS kelmasa, pensioner pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul hisoblangan bo'lishi mumkin, lekin karta bilan bog'liq texnik muammo sababli odam uni ola olmaydi. 1 iyuldan keyin bunday masalalarda ham tartibga e'tibor kuchayishi mumkin. Karta egasi, hujjat egasi pensiya oluvchi bir xil shaxs ekanligi, karta faol ekani, bank ma'lumotlari to'g'riligi muhim bo'ladi. Birinchi navbatda hujjatlari eski bo'lgan pensionerlar tayyor turishi kerak. Agar sizda eski pasport bo'lsa, ID karta olmagan bo'lsangiz, pasport muddati, familiya, ism, otasining ismi yoki tug'ilgan sana bo'yicha xatoliklar bo'lsa, buni kechiktirmang. Bir harf xato bo'lsa ham elektron tizimda muammo chiqishi mumkin. Masalan, pasportda Karimova, bankda esa Karimova deb noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, ba'zi xizmatlarda ma'lumot mos kelmasligi mumkin. Hozir bu mayda narsa bo'lib ko'rinadi, lekin pul masalasida mayda xato katta kechikishga olib keladi. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladiganlar. Agar nogironlik muddati belgilangan bo'lsa, masalan, 1 yilga yoki 2 yilga berilgan bo'lsa, muddat tugashini kutib o'tirmang. Tibbiy ko'rikdan o'tish, xulosa olish, hujjatlarni topshirish jarayoni vaqt oladi. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam hali vaqt bor deb yuradi. Muddat tugaydi. Keyin komissiyaga navbat topolmaydi. Natijada to'lov vaqtincha to'xtab qoladi. Keyin tiklanadi, lekin odam bir necha hafta yoki oy davomida qiynalib qoladi. 3-guruh. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa oladigan oilalar. Bu yerda farzandning yoshi, o'qishi,
talabalik holati, nikoh holati kabi ma'lumotlar muhim bo'lishi mumkin. Masalan, bola 12 yoshga to'lgan bo'lsa, lekin oliy ta'limda kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Shuning uchun bunday oilalarda har yili o'qish joyidan ma'lumotnoma olishni odat qilish kerak. 4-guruh chet elga ketib kelib yuradigan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda bo'lsa, yashash joyi, bank kartasi, shaxsni tasdiqlash bilan bog'liq savollar paydo bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda pensionerdan shaxsan kelib ma'lumotni tasdiqlash talab qilinadi. Farzandlari chet elda ishlaydigan, o'zi esa u yerga borib turadigan pensionerlar bu masalani albatta oldindan aniqlashtirib olishi kerak. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pasport yoki ID kartangiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, yashash joyingiz o'zgarmagan bo'lsa, alohida xavotirga tushishingiz shart emas. Lekin bu umuman hech narsa qilmang degani emas. Men bunday pensionerlarga ham kamida bir marta tekshiruv qilishni maslahat beraman. Bank kartangizning muddati qachon tugashini ko'ring. Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizdami? SMS xabarnoma keladimi? Ilovadan foydalanayotgan bo'lsangiz, kirish imkoningiz bormi? Shularni tekshiring. Oddiy misol, 67 yoshli otaxon pensiyasini kartaga oladi. Karta muddati avgustda tugaydi. U buni bilmaydi. Chunki kartaning old tomondagi sanaga e'tibor bermagan. Iyul oyida pensiya tushadi, avgustda esa karta ishlamay qoladi. Bankka borganda navbat hujjat yangi karta chiqarish jarayoni boshlanadi. Agar otaxon buni iyun oyida bilganida, xotirjam bo'lib kartasini yangilab olardi. Mana shuning uchun tayyorgarlik kerak. Boshqa misol, onaxonning telefon raqami nevarasining nomida. Bank SMSlari nevaraga boradi. Onaxon esa pul tushganini bilmaydi. Ba'zan karta bilan internet to'lovlar qilinadi. Ba'zan firibgarlar telefon orqali aldashi mumkin. Men pensionerlarga doim aytaman. Pensiya kartasi bilan bog'liq telefon raqami imkon qadar pensionerning o'ziga yoki ishonchli yaqiniga tegishli bo'lsin. Lekin bu masala oilada aniq kelishilgan bo'lsin. Keling, birinchi vaziyatni olaylik. 72 yoshli pensioner ayol har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. U yaqinda qizining uyiga ko'chib o'tgan, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan. Eski manzili boshqa tumanda qolgan. Bir kuni unga qo'shimcha ijtimoiy yordam yoki kommunal to'lov bo'yicha yengillik masalasi chiqadi. Tizim eski manzilni ko'rsatadi. Mahalla boshqa, hudud boshqa, ma'lumot boshqa. Natijada yordamni rasmiylashtirish cho'ziladi. Agar u oldindan yashash manzilini tartibga keltirganida bu muammo bo'lmasdi. Ikkinchi vaziyat, 30 yoshli erkak pensiyaga chiqqan, lekin pensiya miqdori kam chiqqan deb hisoblaydi. U avval bir korxonada xudiki yil ishlagan, keyin boshqa joyda tekis yil ishlagan, ya da 5 yil norasmiy ishlagan. Hujjatlarda esa faqat 15 yil staj ko'rinmoqda. U men ko'p ishlaganman deydi, lekin arxiv ma'lumotnomasi yo'q. 1 iyuldan keyingi tartiblar fonida bunday odamlar o'z stajini tekshirtirishi juda muhim. Chunki pensiya miqdori ko'p hollarda staj va ish haqi ma'lumotlariga bog'liq bo'ladi. Agar arxivda tasdiqlovchi hujjat topilsa, qayta hisoblash imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Uchinchi vaziyat, nogironlik pensiyasi oladigan fuqaro tibbiy ko'rik muddatini o'tkazib yubordi. U har oy 900.000 so'm atrofida to'lov olardi. Muddat tugagach, to'lov vaqtincha to'xtadi. Keyin hujjat yig'ish, poliklinika, komissiya, xulosa jarayoni boshlandi. Oilada dori-darmon xarajati bor, uyda ishchi odam kam. Bir oylik kechikish ham ularga og'ir tushdi. Shuning uchun men bunday pensionerlarga alohida aytaman. Muddat tugashidan kamida 1,5 yoki 2 oy oldin harakatni boshlang. 4-vaziyat, o'quvchisini yo'qotgan oila farzandi kollej yoki universitetda o'qiydi. To'lov davom etishi uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Farzand sentyabrda o'qishga kirgan, lekin hujjatni vaqtida topshirmagan. Natijada to'lov masalasida savol paydo bo'ladi. Bu yerda ham ayb tizimda emas. Ko'pincha xabardorlik yetishmasligida bo'ladi. Shuning uchun har bir oilada bunday sanalar yozib qo'yilishi kerak. Qachon ma'lumotnoma olinadi, qachon topshiriladi, kim topshiradi? Endi eng muhim qism. Hamma talab ham hammaga bir xil qo'llanmaydi. Masalan, oddiy yoshga doir pensiya oladigan, hujjatlari to'g'ri, karta faol, yashash joyi aniq bo'lgan pensioner har oy idoraga borib tasdiqlash qilishi shart degan gap yo'q. Bunday gaplarni eshitsangiz darhol vahimaga tushmang.
Har bir talabning o'z asosi bor. Agar sizdan qo'shimcha hujjat so'ralsa, avval nima uchun so'ralayotganini aniqlang. Ba'zi pensionerlar mendan hujjat so'rashdi. Demak, pensiyamni olib qo'yishadi deb qo'rqadi. Men buni noto'g'ri tushuncha deb bilaman. Ko'p hollarda hujjat so'rashning maqsadi to'lovni to'xtatish emas, balki ma'lumotni to'g'rilashdir. Lekin agar odam hujjatni bermasa, murojaat qilmasa, chaqiruvga e'tibor bermasa, ana shunda muammo paydo bo'ladi. Ya'ni talabning o'zi emas, talabga beparvolik xavfli. Yana bir nozik masala ishonchnoma orqali pensiyasi olish. Ayrim pensionerlar o'zi yurolmagani uchun farzandi yoki qarindoshiga ishonchnoma beradi. Bu qonuniy yo'l, lekin ishonchnoma muddati shartli va bank talablariga mos bo'lishi kerak. Eski ishonchnoma bilan doim yuraman deb o'ylamang. Agar muddat tugasa, bank pul bermasligi mumkin. Bundan tashqari, pensionerning o'zi tirikligi va roziligi masalasi ham muhim. Shuning uchun yoshi katta, kasal yoki harakatlana olmaydigan insonlar uchun hujjatlar alohida e'tibor bilan yuritilishi kerak. Yana bir istisno. Ayrim ma'lumotlar elektron tizim orqali avtomatik olinadi. Masalan, pasport ma'lumoti, ayrim ro'yxat ma'lumotlari, bank hisoblari tizimlari almashilishi mumkin. Lekin avtomatik degani har doim xatosiz degani emas. Elektron tizimda ham kechikish, mos kelmaslik, eski ma'lumot qolib ketishi mumkin. Shu sababli men har doim ishon lekin tekshir tamoyilini aytaman. Eng ko'p uchraydigan tuzoq bu telefon orqali firibgarlik. Yangi talablar haqida eshitgan pensioner xavotirga tushadi. Shu paytda firibgar qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz to'xtamasligi uchun karta raqamingizni ayting. SMS kodini ayting, hujjatni yangilaymiz deydi. Men qat'iy aytaman, hech qachon SMS kodini hech kimga aytmang. Bank xodimi ham, pensiya bo'limi xodimi ham sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. Karta raqami, amal qilish muddati, orqa tomondagi kod, telefoningizga kelgan tasdiqlash kodi, bu sizning pulingiz kaliti. Uni aytsangiz pulingiz yechib olinishi mumkin. Ikkinchi tuzoq. Men sizga pensiyani ko'paytirib beraman degan vositachilar. Ayrim odamlar pensionerlardan pul olib, arxivdan hujjat topamiz. Pensiyani qayta hisoblatamiz, navbatsiz hal qilamiz deydi. Albatta, huquqiy maslahat beradigan mutaxassislar bor, lekin har kimga ishonib bo'lmaydi. Agar haqiqatan ham pensiya qayta hisoblanishi kerak bo'lsa, buni rasmiy tartibda pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli rasmiy idora orqali qilish kerak. Og'zakivada tanish bilish va oldindan pul berish ko'p hollarda muammoga olib keladi. Uchinchi tuzoq, hujjatlarning nusxasini har kimga berish. Pasport nusxasi, ID karta, JSHR, bank rekvizitlari, pensiya daftarchasi yoki ma'lumotnomalari begona odam qo'liga tushsa, turli firibgarliklar bo'lishi mumkin. Hujjat nusxasini faqat rasmiy tashkilotga topshiring. Agar kimdir ko'chada, bozorda yoki telefon orqali rasmini yuboring desa, to'xtang va avval yaqinlaringiz bilan maslahat qiling. 4-tuzoq, qarz va ijro hujjatlari. Ba'zan pensionerning bank kartasida qarzdorlik sababli ushlanmalar bo'lishi mumkin. Kommunal qarz, kredit, aliment yoki sud ijrosi bilan bog'liq qarorlar bo'lsa, pensiyadan ma'lum tartibda ushlab qolish masalasi chiqadi. Odam esa pensiyam kamaydi deb o'ylaydi. Shuning uchun agar pul odatdagidan kam tushsa, birinchi navbatda bankdan ko'chirma oling. Keyin pensiya bo'limidan hisob-kitobni so'rang. Pul qayerga ketganini taxmin bilan emas, hujjat bilan aniqlash kerak. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz borligini amal qilish muddati, ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHR raqami to'g'ri ekanini ko'ring. Agar xatolik bo'lsa, ichki ishlar organlari migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Buni pensiya kuni yaqinlashganda emas, hozirdan qiling. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Telefon raqam to'g'rimi? PIN kodni bilasizmi? Bank ilovasiga begona odam ulangan emasmi? Agar kartangiz muddati tugayotgan bo'lsa, bankingizga boring va oldindan yangilang. Agar siz o'zingiz borolmasangiz, bankdan uyga xizmat ko'rsatish imkoniyati bor yo'qligini so'rang yoki qonuniy ishonchnoma masalasini hal qiling. Uchinchi qadam, pensiya ma'lumotlaringizni tekshiring. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, pensiya turi miqdori hisoblangan staj qo'shimcha to'lovlar, ushlanmalar bor yo'qligini aniqlang. Agar siz pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz,
og'zaki bahslashib yurmasdan yozma ariza bering. Arizada pensiyamni tayinlashda hisobga olingan ish staji va ish haqi ma'lumotlarini tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaga pasport nusxasi, pensiya hujjati, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari bo'lsa. Ularni ilova qiling. 4-qadam ish staji hujjatlarini yig'ing. Mehnat daftarchangiz bo'lsa, undagi yozuvlar aniqmi, muhrlar bor yo'qligini ko'ring. Agar eski korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxivga murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. Masalan, siz 1905 yildan 1993 yilgacha zavodda ishlagan bo'lsangiz, lekin mehnat daftarchasida muhr xira bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi yordam beradi. Bu ayniqsa pensiya qayta hisoblashda muhim. 5-qadam nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olsangiz, muddatlarni yozib qo'ying. Nogironlik xulosasi qachon tugaydi? Tibbiy ko'rik qachon? Farzandning o'qish ma'lumotnomasi qachon olinadi? Bularni telefon kalendariga yoki oddiy daftarga yozing. Men pensionerlarga bitta alohida papka tutishni maslahat beraman. Papkada pasport nusxasi, pensiya ma'lumotnomasi, bank rekviziti, tibbiy xulosalar, arxiv hujjatlari, arizalar nusxasi tartib bilan tursin. 6-qadam rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Mahalla, pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi, bank, rasmiy saytlar va ishonchli telefon raqamlari orqali tekshiring. Qo'shnining gapiga, bozordagi mish-mishga yoki telegramdagi noma'lum xabarga qarab vahimaga tushmang. Agar biror xabar kelsa, pensiyalar to'xtaydi. Hamma qayta ro'yxatdan o'tadi. Bugun bormasangiz pulingiz kuyadi desa, avval rasmiy idoradan tasdiqlang. Ko'pchilik pensionerlar ariza yozishdan cho'chiydi. Aslida ariza juda murakkab bo'lishi shart emas. Eng muhimi, kimga yozilayotgani, kimdan yozilayotgani, masalaning mazmuni va iltimos aniq bo'lishi kerak. Masalan, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilsangiz, arizada ismingiz, familiyangiz, telefon raqamingiz, manzilingiz, pensiya turi va muammo yoziladi. Mening pensiyam miqdor bo'yicha tushuntirish berishingizni so'rayman. Ish stajimni qayta tekshirib berishingizni so'rayman. To'lov kechikishi sababini ma'lum qilishingizni so'rayman kabi jumlalar yetarli. Arizani topshirganda nusxasiga qabul qilingan sana va ro'yxat raqamini oldiring. Bu juda muhim. Chunki keyin men murojaat qilgan edim degan gap hujjatsiz isbot bo'lmaydi. Agar davlat xizmatlari markazi orqali topshirsangiz, kvitansiya yoki elektron raqamni saqlang. Agar onlayn murojaat qilsangiz, skrinshot, murojaat raqami va javob xatini yo'qotmang. Men alohida farzandlarga murojaat qilmoqchiman. Ota-onangiz pensioner bo'lsa, o'zi biladi deb qo'ymang. Oyiga bir marta ularning kartasi, hujjati, SMS xabari, kommunal qarzi, tibbiy hujjatlari, pensiya miqdori bo'yicha savol bering. Bu nazorat emas, bu g'amxo'rlik. Ko'p pensionerlar bolalarni bezovta qilmaslik uchun muammosini yashiradi. Keyin muammo kattalashganda aytadi. Masalan, onangiz kartadan pul yecha olmayotganini aytmay yurishi mumkin. Otangizga firibgar qo'ng'iroq qilgan bo'lishi mumkin. U esa uyalib aytmasligi mumkin. Yoki pensiya bir oy kam tushgan bo'lsa, balki shundaydir deb indamay qo'yishi mumkin. Siz esa bank ko'chirmasini tekshirib, sababini bir kunda aniqlab berishingiz mumkin. Shuning uchun oilada bitta ishonchli odam pensionerning hujjat ishlariga yordam berishi kerak. Men yana bir bor takrorlayman. Yangi talablar degani hammaning pensiyasi to'xtaydi degani emas. Lekin yangi talablar degan beparvolik qilish mumkin degani ham emas. Tizim tartibga tushgani sari hujjatdagi xatolar, eski ma'lumotlar, muddat o'tgan kartalar, noto'g'ri ro'yxatlar ko'proq ko'rinadi. Kim oldindan tayyor bo'lsa, u xotirjam bo'ladi. Kim oxirgi kungacha kutsa, navbat, asab kechikish va ortiqcha yugur-yugurga duch keladi. Agar sizning pensiyangiz kechiksa, darhol xulosa chiqarmang. Avval bankni tekshiring, karta ishlayaptimi, pul kelganmi, ushlanma bormi? Keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. Hisob kitob qilinganmi, hujjat talab qilinyaptimi? Agar ikkala joyda ham muammo topilmasa, yozma murojaat qiling. Har bir bosqichda hujjatli javob oling. Shunda sizning huquqingiz himoyalangan bo'ladi. Bugun men bir yildan pensionerlar uchun muhim bo'lishi mumkin bo'lgan talablar. Hujjatlarni tekshirish, bank kartasi, nogironlik muddati, bo'g'uvchisini yo'qotganlari, yashash joyi, firibgarlik xavfi va ariza yozish tartibini batafsil tushuntirdim. Asosiy xulosa bitta: vahimaga tushmang. Lekin tayyorgarliksiz ham yurmang. Pasport yoki ID kartani tekshiring, bank kartani yangilang, pensiya ma'lumotlarini aniqlang, kerakli hujjatlarni papkaga yig'ing,
va rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner ota-onangiz bo'lsa, bugunoq shu ishlarni boshlab qo'ying. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlar qaysi muammoga ko'proq duch kelyapti? Pensiya kechikishi, karta muammosi yoki hujjat talabimi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki vaqtida bilgan odam pulini ham, huquqini ham, asabini ham saqlab qoladi.